Amakida sovetskiy pichoq, bunaqa chopqi, bunaqa avvalgi teshalar chiqibdi. Shular narxi bilan tanishtirib qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar, yetkazib beraman. Qaychilardi, kattasini gul qaychilardi 300 ming dedi. Shuni ham aytdingizki, pechetlarigacha bor ekan. Bu boltangiz nech pul amak? 350 ming. Ha, o'zi bilinib turibdi. 350 ming. Qaychilar. Kelinglar, nima kerak? Qaychi o'tkir. O'tkir ekan. Nech pul dedingiz buni? 70 ming. 70 ming. Bu yana 1 so'mlik. 1 so'mlik narxi bor ekan. Bu nech pul? Ammo yengilmi? Yo'q, bu yengil narsa emas bu. Yo'q, yengil deyman. Qo'lda turish. Ishlashga udobniymi? Dastasi meva taraf. Sinmaydi, yo'g'ilmaydi. Nech pul bu? Buni 60 ming bilan 50 mingga beraman. Chopqilar 140 ming deyishdi. Mana buni eski sovetskiy juda katta ekan. 800 ming deyishdi. Ha, paket ustalar. Paket ustalari qilgan. Mana pichoqlar ham bor ekan. Bu asallarchilar pichog'i bu. Ha. Asallarni imini asalchilar. Ha, bu nech pul? Bu 120 ming. 120 ming. Mana bu pichoq ham Bu paket ustalar pichog'i. Parkentskiymi? Nech pul bu? 150 ming. Lekin bu pichog'ingiz vaqti o'tkir ekan-chi. Ehtiyot bo'lasizlar. Bu elmisi yozib qo'ygan-ku, anaqasiga, dastasiga. Elmiz. Pichog'iga yozib qo'ygan. Pichoqni ko'rdingizmi? Vaqt zo'r ekan lekin. Elmisi deb yozib qo'ygan. Bu Leningradskiy mexanический zavoddan chiqqan. Mana bu shoxa? Shoh. Jayronni shoh. Jayron. Nech pul bu? Nech pul bu? Narxi 200 ming. Hop shu o'tkir ekan lekin shunday qilganingiz o'zi bilinadi-yu. Ana bunaqa pichoqlar bor ekan. Bu kichkinalar nech pul? Nemskiy bu. Nemis. Zolinga. Zolinga. G'ilop mana. Bu ham 200 ming. bu oyoq kiyimchilarniki. Ha, sapokchilarniki bu. Sapojniklarniki. Hani oyoq kiyim tortadi. Bo'ldi. Nech pul bu? Bu 120 ming. Mana bu yerda yengil ko'rsatib qo'yay. Bu katta qaytisi nech pul? Bu 100 ming. 100 ming. Bu ham eski. Eskimi? Yulduz so'ramasizmi? Bu Musat. Musat. Eskisidanmi bu ham? Bu eski. Luganskda o'tdi. Nech pul bu? Aka? Здравствуйте. Eski. Yulduz mana. Bu nima edi? Nay deymi? Nay. Bu nech pul bu? Qo'pollarni. Bu 150 ming. Bu 150. meniki bu. Mashina nech pul antikvarniy mashina? 250 ming. Radiosi ham bor. Radiosi ham bor. Bu ham radio bu. Bunga batareyaga qo'shib ketadi. Kolleksion deymiz. Ha, bu ham eski. Radiosi ham bor ekan. LG. 1 metrdan oshuvmi, 1 metrmi shunaqa? Anaqa 1 metrmi shunaqa Ko'k nech pul, qorasi nech pul? Ko'k 400 ming. Olib keladi agar oladigan bo'lsa. Ko'k 400 ming, qorasi 200 ming. Men unisini bilmadim. Smart bo'lsa kerak, tag'in 3 ga bilmadim. bo'linadi. Ha, pichoq bo'ladi, vilka qoshiq. Pichoq, vilka qoshiq 3 ga bo'linadi. Ha, hozir olib keladi agar o'sha narxini. Ha, menda bor bundan. 400 mingmi bu? Yep-yengida bu. Yeb yengimi? Ana g'ilofi ham turibdi, ana qizil. Ha, bo'ldi. Qizil o'shani. Ya, anaqa. Mana uni g'ilof ekan. Ishlamagan ham-da hali. Ha, yangi turibdi ekan. Ko'p ko'rmaganmiz, yangi turibdi dedi. Binokullar sizdanmi? Yo, sherikdanmi? Binokullar Nizomniga degan odamdan hozir keladi. Smart bo'lsa nech pul bo'ladi? Binokullarni ham aytsa yaxshi edi. Binokul, mana kompas teleskopmi? Mana teleskoplar bor ekan. ham ko'radi, zo'r teleskoplar. Va Pritsellari ham bor, o'lchaydi. ha. Teleskoplar. Binokullar bu sovetskiy emas. Teleskop. Buni 1 million 100 ming dedimi?
Anus 950 ming. Bunisi 950. Kilodan ham narxidan kelishlar. Aha, bo'ldi. Ha, Tohir, Mana ham lekin ideal ekan. Yo, oddiymi? Smartmi? Ha. Manosichi. 43 mi ekrani? Og'zi yopiq shakli yo'q. Yo'q. Ochiq. 50 talikmi? Ha. Bu ham yaxshi ekan lekin. Bo'ldi. Bo'ldi, hozir smartni Ha. so'radim, dedim, endi bilmayman dedim. Bittasi Soyuz. Bo'ldi, hozir men so'rayman. Yaxshi ekan lekin. Men o'zim ko'rdim, ideal ekan. Narxlarni endi ketib qolish. Kelishiladi. Buni narxini bilmaysan? Ben kottasi 500 ming dedilar. 500 ming, Ben bittani ko'riladigan 380 ming. 380 ming ekan buni. Bu ham SR-da bular. Ha, SR paytda chiqdi. bu ham ideal ekan. Bu kichiklarnichi? 400 ming. Bu 250 ming. Bu 250 ming. Bu teatralniy. Ha, bu ham normallik. Ja, u ideal ko'rsatmaykan, ya normallik. Xullas bu 500 ming, bu 400 ming. bu 400 ming. Ben bittani 380 ming. 380. Ha, Bo'ldi. Smart ekan. Ha, like bosib qo'yasizlar, endi bor narsalar xudo xohlasa chiqarishni boshlayman. Bilib bering, aka, nima hisob beraman. Smart kod 50